Assalomu alaykum akalar, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Tinchmisizlar? Men o'zimga bitta telefon olgani keldim. Shvetsiyadan hozir telefonlarda narxi bilan bitta tanishtirib o'tay deb sizlarga ko'rsatmoqchi edim. Telefondan tashqari o'zimga bitta planshet olishim kerak edi. Rosta, seriously. Navigatorga ishlatishga, xullas, kino ko'rishga yo'llar. Menga planshet kerak. Asosan navigator uchun kerak. Menga programmalari bor. Imенно navigatorni o'zini emas, lekin planshet sotib olgani ma'qul ko'rdim o'zimga. Soqqani borini deyman bu yerda. Ko'rdim o'zimga. Gidip getireyim ben onu. Tamam. Sen burada kal, ben gidip getireyim. Tamam, yana getirirsin değil mi? İsmin neydi abi sen? Yamaç Koçoğlu ben. Faruk. Faruk abi. Salom gönderebilirsin. Merhaba. Magazinda Turk akamizni topib oldimda. Menga Lenovo Tab 4 tavsiya qildi, 64 gigabaytlik. O'shani hozir olishga harakat qilamiz, yangisini. Hozirlar bilan bo'lishaman. Asli bitta telefon olmoqchi edim. Telefonni keyingi oy olamiz, nasib bo'lsa, Xudo xohlasa. Alo. Ha, yine? Keyingi oy yoki qachon olishimni bilmayman, lekin olganga yarasha yaxshisini olay degan fikr bor. Chunki YouTube'ga kontent qo'yaman, video qo'yaman. Atak mana shu kачество qalay, ozgina xiralik qilyapti, to'g'rimi? Bu Samsung A16 telefoni, bu ishxonani telefoni, meni telefonim emas. Shundan video olib YouTube'ga qo'yapman. Montaj uchun ham, navigator uchun ham mana bu planshetni men olyapman hozir. Narxi anchagina hamyonbop ekan. Menga qulay keldi. Dizayn taraflari ham, ichi ham, ko'rinishi ham hozir men sizlarga ko'rsataman. Mana shuni olishga qaror qildim. Qoyil lekin, qoyil. Xudo xohlasa. Og'a siz zo'risiz. Menga ma'qul keldi. Dizayni ham. Hozir shuni yangisini olib kelgan ketdi. Menga bugun kamerasi qiziq emas, lekin ishlashi, programma tortishi menga tavsiya ham qildi. Puli ham ko'p qimmat emas. Puli ham gidete 200 yevrolar atrofida. Bu elektronik magazin to'liq. Bu yerda kompyuter ham, iPhone ham, Samsung hamma modellari bor ekan. Narxi bilan tanishib chiqdim. Bu yerda juda qimmat narxlar. Juda qimmat ham deya olmayman. Endi Litva, Polshaga qaraganda bu yerda qimmat ekan. Hozir bundan bitta zakaz berdik. Sen shu yerda turib tur, men o'zim olib kelaman dedi. Akamiz olib kelsin, ko'ramiz. Mana akamiz. Bu kim edi bu endi? Bu kim bu? Toshkan xo'jayinimi bu? Inshaalloh. Xullas akalar, mana sotib oldim. Ichida o'zini anaqasi bo'lar ekan. Pastavkasi bo'lar ekan. Bu hali ochilmagan, yangi. Sizlar bilan birga borib ochamiz endi buni. Kechga ochamiz hozir. Yo'lga chiqishimiz kerak. Shvetsiyada E6 avtobanida kelaverishda Jula degan mana shunaqa magazin bor, IKEA magazini. O'shaning orqa tarafidagi parkingga to'xtaganman. Norvegiyaga qarab ketayotgan joyim edi. Bu ham bir sizlarga kichkina maslahat akalar. Mana shunaqa katta parking topolmagan taqdirlaringda, mana shunaqa katta magazinlarda IKEA, Jula, katta supermarketlarda orqa tarafida mana shunaqa pustoy joy bo'ladi mana. Bular ham yuk ortadi, yuk tushiradi. Mana shunaqa pustoy joyi bo'ladi. 45 minutga to'xtagani joy topolmasalaringiz, mana shu yerga kelib, bu yerda ikki magazin ham bor. Bozorlik qilgani qulayroq, ya'ni to'xtab dam olishga. Endi 45 soatlikka bu yerga qo'ymaydi-yu. Bir kun yarim zarur vaqti shunaqa joyga to'xtasanglar bo'ladi degan ma'noda gapiryapman. Bu ham bir kichik ma'lumot. Xo'p, akalar, mana ishni yakunlab oldik, bugungi ishni. Nasib bo'lsa stranalar yopib, hammasi joy-joyida. O'tira olmaydi bu. Endi qiziq joyga keldik. Lenovo Tab plus Clear Case. Birinchi marta planshet olib ishlatishim. Planshet olib ishlatishim. 4G ishlar ekan, xotirasi 64 gigabaytlik ekan. Ochamiz, qani ichidan nimalar chiqar ekan. O'zimga ham qiziq. O'zimizni pulga, yana aytgancha ma'lumot. Yevroda aytsam tushunmasliklari mumkin. Yevroda 165 yevro bo'ldi. Dollarda esa 175 yevromi
Bunaqa yechib olindi kartadan. Bu ham bir ma'lumot. O'zimizda narxi qanaqa bilmadim, skidkada ekan hozir. Shvetsiyadan oldim buni. Shvetsiyada skidkada ekan, eng arzon narxida oldim. Shunaqa gaplar. Ichida o'zini pastavkasi bor dedi. Shuning uchun men pastavka olmadim. Lekin olishim kerak edi. Kerak, eng zaruri o'sha pastavka. Ichida ishlaydi. Oq bo'lar ekan mana pastavkasi. Sizlar bilan birgalikda ochyapman men ham. Ko'rib turibsizlar. Kimgadir arzimagan narsa, lekin menga yangi narsa olsam quvonchli, qandaydir xursand bo'laman o'zimga. Nimadir olsam, mana buni qo'yib qo'ysa bo'lar ekan mana. Obloshkasi bu. Qo'ydilar. Endi navbat planshetning o'ziga. Bismillahirrohmanirrohim. Og'irligi normaldek. Buni bu yerga qo'yib turamiz, telefonni. Ichidan nimalar chiqadi ko'ramiz. Düşmanlarım qalamidan kuyib o'tsin deyman-da. Sim karta qo'yadigan temirchasi, kitobchasi, yana bitta kitobchasi. Bu ham qanday qog'ozchasi qo'yildi. Bu tarafda ham o'zini bitta kabeli. Bu qanaqa desam, Type-C bo'lar ekan. Type-C bo'lar ekan zaryadchiga. Bo'ldi, adashmasam boshqa hech narsasi yo'q. Boshqa hech narsasi yo'q. Endi telefonni, planshetni o'zini ochamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Wow, ekran tiniqligini qarang. Mana orqasi Lenovo. Menga mana bu kamerani joylashishi yoqdi, iPhone'ga o'xshab turibdi. iPhone X da kamerasi shunaqa bilasizlar. Bir dona na spichka bor, na ziyod kamera bor. Karnayi mana bu tarafda bo'lar ekan va mana bu tarafda bo'lar ekan. Ikki yon tarafida. Bosqichi mana shu karnayi tepasida. Ovoz ko'targichi yon tarafida bitta ikkita. Kamerasi mana bunda. Kamerasi ko'rinyaptimi sizlarga? Kamerasi bu yerda. Sim karta qo'yadigani mana bu yerda. Endi yoqib ko'ramiz buni. Bismillahirrohmanirrohim. Wow. Android. Lenovo Android. Men o'zim Samsung olmoqchi edim, lekin bu Lenovo ekan. Samsung Tab 9 olmoqchi edim. 9 mi 11 mi shunaqa, ikkalasidan bittasini tanlab olmoqchi edim. Lekin bu narx to'g'ri kelib qoldi. Ekrani yorug'ligi zo'r. Start. Endi bu menga nima uchun kerak? Bu videoni montaj qilishga va navigatorga va yo'lda ketishda kino ko'rib ketishga ishimga kerak. O'shuning uchun oldim. Eng zaruri menga telefon edi o'zi aslida. Lekin telefonni shoshilmaymiz. O'ylab qo'ygan bitta plancham bor. O'sha o'xshab qolsa, yaqinda o'xshaydi, xudo xohlasa. Bu yangilik bo'ladi. Mana telefon ahvoli. Mana ekran. Shundan montaj qilyapman. Hozir YouTube'ga qo'yadigan videolarimni mana shu telefonda montaj qilyapman. Qotib qoladi. Bu ishlab turibdi, xudoga shukr. Zo'r xizmat qildi mana. Ekran ko'ryapsizlarmi? Ochilyapti va sinyapti mana bu yerlar. Qotib qoladi. Bu Teknopower 4 telefonim. Buni Krasnodardan olgandim, Rossiyadan olgan edim. Bunga ham adashmasam 3 yil yo 4 yil bo'lyapti. Zo'r xizmat qildi. Batareykasi 500 lik, 5000 amperlik. Buni hozir endi funksiyalarini, batareykalarini hammasini ko'ramiz. Necha, qancha va kerakli anaqalarda yuklab olamizda programmalarni. Montaj, navigator, kino ko'rib ketamiz. Kamerasi, buni kamerasi uchun olmadim men. Menga kamerasi boshqa telefon olaman. To'g'risini aytsam, telefonni nima uchun olmadim? YouTube'dan pul ishlashni boshlaganman noyabr oyidan beri. Qo'yadigan kontentlarim orqali, ya'ni sizlar prosmotr ko'rsatyapsizlar, meni kanalimga obuna bo'lyapsizlar, prosmotr ko'ryapsizlar. O'shani hisobiga menga daromad kelib tushadi, orasida reklama bo'lsa. O'zbekistonda monetizatsiya o'chiq, lekin Yevropada, Amerikadan, Rossiyadan kuzatadigan akalar bor. O'shalar ko'rib, menga anchagina daromad olib kelgan hozir YouTube. O'sha ma'lum bir miqdorga yetgandan keyin o'sir bo'lib qolsin, hozir qancha topadiganim.
Taxmin qilishingiz mumkin. Noyabr oyidan beri monetizatsiya yongan bo'lsa, noyabrdan hozir martgacha qancha summa yig'ildi deb o'ylaysiz? Videolarni ko'ryapsiz, prosmotrlarni ko'ryapsiz. Qancha summa yig'ildi deb o'ylaysiz? Bu ham bir kichik so'rovnoma deydi. Taxmin qilib ko'ring. Tez orada, kam qoldi, tez orada yoki Samsung S24 yoki iPhone 11 yoki 12 olish niyatim bor. Shu summaga yetib kelguncha menda ozgina pauza bo'lib turadi, amallab turamiz planshet, ishxonamning telefoni bilan. Bungacha sabr menga bu telefonni ishlatib. Bu video o'zi aslida kichkinagina o'zim haqimda edi. Ko'p uzun yarim soatlik olmadim. Ertaga xudo xolasa keyingi videolarda chiroyli ma'lumotli videolar olishga harakat qilaman. Bundan keyin sizlarning sharofatlaring orqali bundan keyin uzoqroq va ma'lumotli bo'ladigan videolarni chiqarib, kontentlarni chiqarib qo'llab tursanglar, podushkada bo'lib tursanglar, hali bundan ham katta natijalarga erishib, chotki bo'ladi hali hammasi, xudoga shukr. Bosamiz xullas. Like, kommentariya, repost. Albatta obuna bo'lib qo'ying. Like'larni ayamasdan, podushkada bo'lib tursanglar, qo'llab tursanglar, hali hammasi oldinda. Men endi boshladim. Qadam qo'yadigan, YouTube'ga endi kirib kelmoqchi bo'ladigan odamman. Men endi boshladim. Hali bizlarni nimalar kutyapti, birgalikda ko'ramiz. Hammanglarga rahmat. Obuna bo'lib, like bosib qo'yish esinglardan chiqmasin. Sog' bo'linglar.